Rossiyskiy poroda sigirimiz. Hop, 75 kami bor deblar. 2 oydan o'tgan, urib qo'ydirilgan. Ha, urib qo'yilgan. Yondi bolasi tekshirib olaveradi bemalol. Yondi bolasi 1 yashar. 1 yashar. Nechinchi bolasi? Sash 3-chi bolasi bo'ladi. Kurak, kurak. Kurak? Ha, 8-sini endi to'ldiryapti. Bo'ldi. 8-sini endi to'ldiryapti. Yo'q, dalada yurgan mollarda. Bolasi nechta bo'ldi? Erasi nechta bo'ldi? Aka endi keldi, endi suvda bo'lyapti. Hop, nomer beramiz, ha? Ha? Nomer beramiz. Beraveramiz. Nomerlar 94 362 362 77 01. Qiziqlar aloqaga chiqib qo'yasizlar. Hop, navbatdagi sigirimiz Chorniy Pyostr. Birinchi bolami aka? Birinchisi ekan. Bolasi xonajimi nomi? Bolasi xonaji. Qancha deyapsiz? 50 million. Hop, tishi nechta? Ikkita aka. Ana Tishi nechta? 20 ta suti bor. 20 ta suti bor ekan. Suti bor ekan. Hop, aka nechta baho aytyapsiz? 50 million deyapsiz. 50 million aytilyapti. Hop, o'tib beraverasiz aka. Beraman. Hop, aka qiziqqanlar aloqaga chiqadi aka. Sho'ra. Telefon nomerimizni ayting. 97lik 97lik 819 819 66 55. 66 55. Bergan mol buni avvalda gapiradi. Xo'p, arzon sigir so'raganlarga Xo'p, necha kunlik bolasi aka? Birinchi. Necha kunlik bo'ldi? Bir hafta bo'ldi bolasi. Bir hafta bo'ldi. Birinchi bolasi. Xo'p, chiqizganmi? Chiqargan yo'q ekan. Nechta suti bor? Sotganimiz yo'q. Sog'ilgan yo'q. Bir hafta bo'ldi ham yo'q. Hop, 30 million baho aytyapsiz aka. Kami bor. Nech pul so'rashdi aka? Endi bo'ldi. Hop, aka qiziqqanlarga nomer beraveramizmi? Beraveramiz. Nechilik? 90lik 90lik 584 37 65. Yuvosh ekan bu. Kimga shunaqa sigir kerak bo'lsa chiqaradi. Bola xonasi nima bor? Bolasi xonasi. Xo'p, navbatdagi sigirimiz bolasi novoschi ekan, ikkinchi tug'ishi. Xo'p, tishichi aka? 8 kurak bo'lsa aka. 8 kurak. 6 kurakdan o'tgan xullas. 8 kurakni to'ldiradi. 5 kun bo'lgan aka novosga qo'yib qo'yganmiz. Nechta suti bor siz aka? 15 ta suti bor ekan. Xo'p, nech pul deydi? Nech pul baho aytyapsiz? 45 million kam bor, 36 million deyapti. Xo'p, nomer beralamizmi aka? Yo'q, nomer beramiz. Aka bozoringiz bersin aka.
Bugungi bozorimizda holat shu. Nima bir qilyapmiz endi? Uzuncha hali o'z kuraga o'z. Navbatdagi sigirimiz. Bolasi Novotsan xunachi. Xunachi. Bolasi xunachi. Enasi o'zi ham xunachi. Birinchi qorin. Birinchi qoringa. Nechta suti bor? Hozir endi 10 litr sut 10 litr sut beryapti. beryapti. Shanba kuni tutdi. Endi mana bugun 4 kun. 5-kun endi buzuq. 5 kun bo'libdi tuqqaniga. Bolasi ko'chatda. Hop, tishi qanaqa? 2 kura. 2 kura. O, necha pul baho aytyapsiz aka? 45 kami bor. 45 kami bor. Necha pul so'rashdi aka? 39 38 yarim jazma chiqyapti. Hop, aka qiziqlarga nomer beramiz. Beraveramiz. Necha? 77lik 77lik 280 280 91 91. 91 91 ha? Ha? O'zi qiziqlar aloqaga chiqib qo'yasiz. Suvdi bizda. Hop, navbatdagi sigirimiz bolasi mendalagan. Nechinchi tug'ishi bu? Birinchi tug'ish ekan. O tish uzganmi? 2 kilo. Nechta suti bor aka? 10 litr suti bor ekan, 8 litrga beraveramiz. O'ziga olyapti. Hop, Novotsanmidi? Hop, necha pul baho aytdi? 43 million deyapti. Necha pul so'rashdi? 38 so'rashdi, bermadi. Qiziqlarga aka telefon nomer beraveramiz. Nechilik? 91lik 91lik 158 158 0781 Xo'p, navbatdagi sigirimiz. Bolasi Novotsan xonasi. Bolasi Novotsan ekan. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 12 litr suti bor ekan. Kurayn necha kilo? Xo'p, 8-senida chiqyapti ekan. Aka necha pul baho aytdingiz? Uni 46 ming kami deyapsiz aka. 46 ming. Necha pul so'rashdi aka? 300 ming kami qo'shib olasiz. 300 ming ekan, 40 million. Salbaqa top bor. Xo'p, arzon sigir so'raganlarga Xo'p, necha kunlik bolasi aka? birinchi Necha kunlik bo'ldi? bir hafta bo'ldi bolasi. Bir hafta bo'ldi, birinchi bolasi. Xo'p, tish uzganmi? Kurash chiqargan yo'q ekan. Nechta suti bor? Sotganimiz yo'q. Sog'ilgan yo'q. Bir hafta bo'ldi ham yo'q. Xo'p, 30 million baho aytyapsiz aka. Kami bor. Necha pul so'rashdi aka? Endi bor. Xo'p, aka qiziqlarga nomer beraveramizmi? Nechilik? 90lik 584 37 65. Yuvosh ekan bu. Kimga shunaqa sigir kerak bo'lsa chiqaradi. Bola qo'yasizmi, bola?
Bolasi xonachi. Xo'p, navbatdagi sigirimiz bolasi xonachi, birinchi tug'ish ekan. Tish buzganmi aka? Necha kilo ekan? 4 kilo ekan. Nechta suti bor aka? 10 litr suti bor ekan. Necha pul baho aytyapsiz aka? 38 baho aytilyapti. Necha pul so'rashdi aka? 34 million so'rashibdi. Xo'p, mabodo qiziqqanlarga aka nomer beraveramiz aka. 93lik 385 3060. Navbatdagi sigirimiz rossiyskiy sigir. Xo'p. Bolasi bir haftalik bo'ldi aka. Novvosmi, xonajimmi? Xonaji. Nechta suti bor aka? 15 ta sut beryapti. Orqa tomondan ko'rinishi. Xo'p, necha kilo aka? 8-chilar endi qizyapti aka. 8-chiga endi to'ldiryapti. Bu necha pul aka? 40 million kam bor deyapmiz. Bozor 35 deyapti. Bozor 35 qilibdi, 40 million kam bor. Xo'p, nomer qoldiraveramizmi aka? 91lik. 91lik. 33lik. 33likni bering. 112. 112 33 33 44. Qiziqali aloqaga chiqib qolasizlar. Bo'ldi. Yonda bir o'ylab qo'shib ketamiz. Assalomu alaykum aka. Charchamasdan. Xo'p, nechinchi bolasi? Birinchisi. Xonaji Novvos. Xonaji. Nechta suti bor aka? 10 litr suti bor ekan. Turachi qanaqa aka? Bo'ldi, bitta ko'rsatib beraylik aka. Kam bo'lmay aka. 4 kilo ekan aka. Xo'p, necha pul baho aytildi aka? Necha pul baho aytyapsiz? 38 kam bor. 38 kami bor. Bo'ldi. Ikkolangiz bittasizlar aka. Gap yo'q. O'sha nomerga chiqib so'radi aloqaga. Bo'ldi aka. Aka nima degan? Hozir aytaman. Husanib bo'ldi. Xo'p. Akalar, navbatdagi sigirimiz Jersey. Aka necha oylik bu? 4,5 oylik bo'g'oz aka. 4,5 oylik bo'g'oz aka. Birinchi qoringa ekan, a? Xo'p, kuray necha kuray aka? Kuray necha kuray? 2 kurak. Bo'ldi, endi chiqaryapti. Xo'p, necha pul baho aytdingiz aka? 31. 45 deyapsiz. 31 so'rayapti.